markaz buzilishi, juda ham ko'p asabiylashish hamda inson organizmiga biologik qo'shimchalarni yetishmovchiligi. Endi mana shu muammolarni Turkiyada ishlab chiqarilayotgan Ersak mahsulotlari orqali bartaraf etamiz. Tozalash vositalari, havoni tozalash vositalari, shaxsiy gigiyena vositalari, og'iz bo'shlig'ini parvarish qilish vositalari, kosmetik vositalar, rangli kosmetikalar, parfyumeriya va dezodorantlar, biologik faol qo'shimchalar hamda hattoki sumkalarni ham Ersak kompaniyasidan onlayn hamda offlayn xarid qilishingiz mumkin azizlar. Ersak kompaniyasining folik kislotasi inson organizmini barcha kerakli bo'lgan vitaminlar bilan to'yintirib beradi. Maqsadimiz o'z mahsulotlarimizni avval turk millatiga, keyin esa butun dunyoga, o'z yurtimizda, o'z xalqimiz bilan birga ishlatishdir. Ersak mahsulotlari Turkiyada ishlab chiqarilgan bo'lib, O'zbekistonga qonuniy kirib kelganiga 3 yil bo'ldi. Kompaniya sizlarga onlayn va offlayn ish taklif qiladi. Oylik maosh qancha deyapsizmi? Oylik maosh uyda o'tirgan holda, onlayn tarzda ishlagan holda ko'chaga chiqmasdan 3 milliondan 15 milliongacha azizlar. Azizlar, Ersak bilan hayot